Yo, hammaga salom. Sizlar bilan yana F-Managed. Bugun xudo xolasa hozirgina kelgan o'yinchilarni pack opening videosi bo'ladi bolalar. Bugun kim keldi mana ko'ramiz. UEFA Chempionlar Ligasidagi eng zo'r uchlik. Xvicha Kvaratskhelia birinchi o'yinchimiz bu big time ko'rinishda keldi. Xvicha bilasizda UEFAda umuman yorvordi, boshqa darajani ko'rsatdi. O'tgan kun finalda ham, o'tgan kuni finalda ham yaxshi o'yin ko'rsatdi. Oxirigacha o'ynadi, ko'rgan bo'lsangiz kerak, oyoqlarini ko'rsanglar, shilinib ketganda ham o'ynadi. Proflik winger hujumni istalgan joyiga tushadi. Driblinglari a'lo darajada har doimgidek, finishinglari yuqori chiqibdi. Boshqa kartalarga qaraganda tezliklari zo'r, siludar zo'r, kicking power va talcho, ya'ni yelkama-yelkada ham ancha yaxshi o'ynaydi. Va buni skilllariga keladigan bo'lsak bolalar, momentum dribbling va acceleration burst skill bilan chiqibdi va keyingisi oxirgi 1-2 yilda yarim himoyadagi eng zo'r o'yinchilardan bittasi Vitinha bolalar. Archestrator akkauntda Archestrator o'yinchi yaxshi Archestrator o'yinchi bo'lmaganligi uchun Vitinha bizga juda kerak. Eng keraklisi Vitinha va bizga Kvaratskhelia. Raya unaqa kerak emas, chunki akkauntda Shmeyxel bor. Ketdi Vitinhada dribbling, ball kontroldan boshlab pasgacha idealniy statistika, himoyalanishi zo'r, kuchaytirganda yaxshi bo'ladi, tezliklari ham ancha yaxshi. Va bu bo'ladigan bo'lsa, phenomenal pass va magnetic fit skill bilan chiqdi. Keyingisi Raya visionary pass va directing defense. Statistikasini ko'rdim, juda kuchli bolalar, 103, 101 bo'lib ketadi. G'alati hislatlari va hozir bitta 100 coins bosib ko'ramiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Birinchi 100 coinsimiz bolalar, 5700 coinsimiz bor. Menimcha yetadi degan umiddaman. Birinchisiga o'yinchi bermadi. Kaneshni bermaydi-da, Konami cho'tib oxirgi payt qiynavyapti pack openinglarda. Sizlarda ham shunaqa holatmi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Обязательно like bosib, obuna bo'lib keyin ko'ringlar videoni bolalar. Yana bitta 100. Qani bismillahirrohmanirrohim. Ikkita laba berdimi? Xo'sh, pakkichiga yana bitta kirib olamiz va usul qilamiz, o'zimizcha usul qilib, mayli bitta Vitinhaga kiramiz, Rayaga kiramiz va Xvicha Kvaratskhelia kiramiz-da. 100 mi yana? 5 ta ochsak da. Bitta bosamiz, 100 coins. Pravi himoya nima deyapman? Pravi hujumchi tushdi va bir skretda o'yinchi qolgan bizda 5400 coinsimiz bor. Shunda biz 6 ta 900 talik ochamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Birinchi 900 bolalar bizga Konami bersin o'yinchi. Voy! Showtime! Voy! Rayani berdi. Bizga kerak emas-ku Raya. Mayli, shunisiga ham shukr, mayli. Birinchi 900 da Raya bolalar. Endi ikkinchi 900 talikni burnim bilan ochib ko'raman. Iltimos, yana ber, back to back bo'lsin. Yo'q, bu fotokarta. Bu fotokarta. Skamakka. Bizda 4 ta ochish qoldi, 900 talik. Tusharmikin bolalar, nima deb o'ylaysizlar? Bizga Kvaratskhelia yoki Vitinha kerak edi va bizga ustiga Raya tushib o'tiribdi-da. Mayli, bitta 900 taqani bismillahirrohmanirrohim. Iltimos, Konami ber bizga. Birinchi mana shu Vitinhani ber yoki Kvarani ber edi, boshida bo'ldi, o'sha pack openingni tugatardik. Nima qilamiz bolalar? Bitta 900 bitta bosamiz ham ketdi. Iltimos Konami, iltimos. Konami, bu epic 100%. Yaxshi, davay, iltimos. Baribir bizga kerakli o'yinchi tushadi. Va bu Vitinha do'stlar. Vitinha bizga Kvaratskhelia, big time, gap yo'q. 1800 coinsimiz bor. Qaranglar, ikkita ushadik, 107 ta o'yinchi ichida bizda Vitinha qolib ketdi. Lekin
Bizaga endi Vitini kerak emas, chunki 1Z o'yinchi ichida juda nerealniyda tushishi. Endi mana bu yerga o'tamiz. Voy, rais pak qani? Mana, voy xudoga shukr. Ketib qoldi deb o'ylayman rais pakda. 97 o'yinchi bor, lekin bizaga 0 ta epik tushgan va hozir biza 1800 coinsi mana shu pakka bosib ko'ramiz va bitta burun bilan bismillahirrohmanirrohim ketdik jigarlar. Yo'q, CMF rais deb o'ylabman. Bitta 900 talik qoldi bolalar. 87 o'yinchi qolgan. Va raisni ber Konami, iltimos qilaman. CMF yo'q, rais emas. Nima qilamiz? Xo'sh. Mayli, bo'lar ish bo'ldi. Bu rais yana ochib qo'yamiz va video qilaman bunga bolalar. Xo'sh, pakka chekirib olamiz. Mana bu pakdan omadli keldi. 1Z o'yinchi qolgan, lekin 2 ta epic bor. Showtime big time. Xo'p, bolalar, mana shu joyda videomiz yakunlandi. Video juda ham omadli bo'ldi. Mana bu pack opening omadli bo'ldi. Mani omadimga gap yo'q. Kommentariy yozib qo'yinglar, обязательно qo'llab-quvvatlab, videoga like bosib, mani kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. 3000 ta gazgina qoldi jigarlarim. Hammaga xayr, sizlar meni podдержка qilib tursanglar, podpiska va like bosib, men kontentni juda ham ko'p qilib chiqarib beraman sizlarga sifatli tarzda qilib. Qani, let's go bolalar.